Assalomu alaykum do'stlar. Tinchmisizlar? Hamma omonmi? Bugun 17-yanvar, 10/11. Kilometrlarimiz 128 kilometrdan ish boshlaymiz. Hafta kuniga shanba. Semashkadamiz. Oilaviy poliklinikadan o'tgandan keyin 6,5 ming повышение bilan 1 kilometr 800 kamaytirilgan komissiya. Birinchi zakasimiz. Karta yana ochmayapti. Mayli, amallaymiz. Olg'a. Do'stlar, Piyospiyadamiz. Oxirgi zakasimiz ko'makaga bo'ldi, Piyospiyaga o'tib oldik. Allohning rahmati, yomg'irlar yog'yapti. Chiroyli bo'lib. Zakaz kutyapmiz. Jaziliyoniy zona emas bu, har qalay. Birorta zapravkaga yaqin joyga yo'nalish bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi lekin. Do'stlar, Dalvarzin tarafga tushdi. Kanal bo'yi bilan kirib ketganda 2 kilometr, pashti 2 kilometr 100 mikin. 8,5 ming повышение bilan yo'lda atkaz bo'lib ketmasanglar yoki bas atkaz bo'lsa bir yo'li bo'lsin dedim. Yo'q, bo'lmadi. Yuraveramiz shekilli. Biroq odamlar 8,5 ming повышение bo'lsa 2,5 ming qo'shilsa 10 mingdan oshib ketsa, oho deydi. Taksi boyib ketsinmi deb atkaz qilaveradiganlar bor-ku. Xullas olg'a. Xullas o'rtoqlar, Dalvarzin kottejdan Klarasetkinga keldik. Qon quyish markazini oldiga 23 ming bo'libdi, 25 ming oldik. Eng qizig'i, benzinimiz tugagan. Bizga eng yaqin zapravka soydagi Navro'z. Ishqilib ulgib qolaylik. Aka pamik beryapti, u ham bermay qo'ygan shu 80 metrda oxiri deyli, shu ahvolida. Yo'lda itarib yurmaylik deyman-da. Men qizig'i gazatorimni chiqarib o'rgandim. Mana bir 10 ta 15 ta gaz bor tagida-yu, lekin gazator yo'q. Uni ulash kerak. Ishqilib hech qancha emas, 1 kilometr buyog'ida. O'tsa ham men Navro'z zapravkasiga boramiz, ashida o'tsin. Tavakkal. Klaradan chiqib ketyapmiz. Bozorchaning orqasi. Do'stlar, zapravkaga ham kelib oldik. Xo'sh, 92 rossiyskiy 11 ming ekan bu yerda. Men 12 mingdan qo'yardim, qo'yadigan joyimdan. Buni qo'yib ko'ramiz, qanaqa ekan bu yerda. Oxirgi zakazga to'xtalib o'tay. Xo'sh. Bizga qoladigan pul 20 ming ekan, 8 kilometr yo'l yuribmiz. 8,5 ming повышение bilan ham shunchalik. Baribir pista po'chalik qilyapti lekin omalaydi. Narx-navo. Qancha chiqamiz ekan? 15 mingta chiqsak kerak. Soatimiz ham 1:18. Benzinni ham quydik. Endi mana shu yerda o'zidanla ishni boshlaymiz. Yomg'irlarimiz yog'yapti chiroyli bo'lib.
Xullas shunaqa 92-11 ming so'm ekan bu yerda. Yurib ko'ramiz. Hadi ozroq quydik, qani ko'ramiz qanaqa rezultat, qanaqa emas. Yetti yarim ming повышение kamaytirilgan komissiya bilan yana bo'lsa. Xo'sh. Maydon ko'cha ekan xullas. Ketdik. Soy trikotajni orqasidan keldik iligatorga. 22 ming bo'pti xullas. Zelinovostamiz. Xo'sh degandek, oho. O'chiramiz. Zilyon zonaga o'tib olmasak bo'lmaydi bu. Kilometrdan o'tkazib qo'yamiz. Iligatordan chiqib ketish. Notariusi ham bor ekan bularda. Zilyon zonaga o'tib olamiz, hech bo'lmasa do'lmani oldiga. Do'stlar, do'lmani oldiga kelib oldim. 1,5-2 kilometr emas, 1 kilometrdan oshiq. Zato повышенияli joy. Endi o'lgancha tepgan qilib orqadan zakaz bermasa bo'ldi. Mana aytganimizdek 3,5 kilometr без повышения. 4 balldan ketdi mana 4 ball. Eng yomon narsa mana shuda biladi. Bitta zakazga 1 ball, bitta atkazga 4 ball. Balingga ham. Sizlarni ham g'ashilarga tegadi mana shu narsa. Ber zakazni mana sport kompleks taraf, klinikaga yaqin Klarani ichlarini. Qayoqlarni beryapti. Oxyorga yaqinmizda nima bo'lsa ham shuning uchun. Lekin yashil zonadamiz. Yana 3 kilometr 200. O'ttashi joyiga majbur qilyaptimi bu? Suka. Mendan boshqa taksi yo'qdi bu Andijonda. Ash atroflarda bor 1 kilometr 500 metr razisada. Bu 1-2 marta atkaz qildingizmi, na prinsip qilib ham atayam bo'lsa qiladi-da u. Chidamaslik qiladi bu. Voy, blin. Bitta joyga atay qilib 3-chi marta tashlashim mana shu zakasni menga biladi. Biz ham na prinsip qilib olmaymiz. O'zi z bo'ldik. Bezinni qoplata olmasdan zo'rg'a. Bo'lmasa zilyoniy zonani ichida turibman mana. Tepani mendan boshqa taksi yo'q deydi, xuddi 3 kilometr naryoqda. Balim 20 ketsa ham mayli, olmayman. Bergan zakasini olmayman обязательно ashitda. Tamam, Klarasi aytgandim, zakaz yo'q deydi. Turgan joyimiz Zilyon zonaga ancha kirib turganman bo'lmasa. Yana 3 kilometr 100. Yomon asabga tegyapti bu suka. Olmayman, na prinsip olmayman men ham. Uchta, to'rtta zakazni atmen qilaversangiz, shu uzoqligini hisobini umuman atmen qilaversangiz, oxiri xitlasa agar anaqasini katta ehtimol bilan yaqindan tashlash kerak. Menda ko'p kuzatilgan shu narsa. 400 metr, 300 metrda ham tashlaydi kelgunchalik. Ungacha balizni olib oladi olganicha.
Mana Kalsavoydan jichjodi, ben do'nmani oldida turibmiz. Yana 3 kilometr. Mana voy. Mendan boshqa taksist yo'qmi? Oxyorda hayron qolaman-ey. Bir pas 10 metr oraylik. Mana 1 kilometr 300, 8,5 ming pavishena bilan bo'lib ham atkaz qilib yubormasanglar agar oxiri majbur bo'ladi mana shunaqa zakasni o'zi topib berishga. Buyurtma bekor qilindi. Bekor qilasizda 8,5 ming pavishena. Mana bersin mana shunaqa zakaz. Qanaqa qilib olmaymiz? Jon deb olamiz. Lekin klient katta ehtimol bilan atkaz qiladi. Xonimoni kuyib ketadi-da. Kilometri 1300 so'mligini bilishamikin bu odamlar? Biladi. Bir kun oldin, bir oy oldin 15 mingga borgan bo'lsa, hozir ham 15 mingga borish kerak edi. 18 ming, 20 ming bo'lib qoladigan bo'lsa, bu taksi plus puli ko'payib, bosar tutanini bilmay yomon yo'llarga kirib ketib qolishi mumkin. Ana shundan asrashadi bizni. Mana yana 3 kilometr 100. Bitta joyda klient. Klient ham o'zini buni tapida atkaz qilib yubormaydi. Rasmlarimgacha chiqadi. Ana bilyapman, bitta joydan tashlayapti. Mana shunaqa bo'ladi. Yo'qamiz. Ko'ramiz, qani. 4 kilometr 900. Atkaz qilishga majbur emasmiz. kilometrgacha atkaz qilmashingiz kerak. Xullas, bularni reglamenti bo'yicha shuni kilometrini pasaytirish kerak bo'lsin. Hamma o'rgatib qo'yganda, olaverib, besbavishini trashru qilib borish og'irib oldiga. Zakaz olgandan keyin tovarni deb o'chirib qo'yishni hech kim o'ylamaydi bizda. Qiladiganlarga malades ama kamdan kam. Tim bo'li zakaz chaqirgandan keyin boradigan joy belgilangan bo'lsa, avtomatik %100 buni o'chirish kerak. Bo'lmasa boradigan joyingiz hisobini olib 2 kilometr, 1 kilometr qolsa arzimagan kapeka zakazlar beraveradi shunaqa qilib, narxni tushirib. Bu xonimoni ketamikin, yo'q barmog'i bilan varikoz bo'lib qolarmikin, kubragi tayyorlanib, ana shuni qilmaydi. O klinika. 1,5 kilometr 8 ming pavishena bilan atkaz qilib yuboraman bilmayman endi. Bilib bo'lmaydi. Qilsa bu yoqqacha qilish kerak edi. Yuramiz. Oho do'stlar, ona 3 ta hind tap keldim xullas. Aytdim klinikadan tushdi deb, bedun usta oldidan tushdi xullas. Apnahay deb keldi. Boshlarim og'ritib oldi omalaygan. 24 ming, 25 ming bo'pti. Ko'prik tagi bilan olib keldim, qisqaroq yo'l bilan. Rosa cho'zildi bu ko'priklar dedi shekilli. Rosa sporlashdi uchalasi ko'prik masalasi bo'yicha. Ko'prik tagiga kelganda bilmayman, maza qilib yashaydigan joy bo'ladi dedim kutgandan keyin. Ular bida qilib olishdi ko'prik tagidan. Ular omalaygan. Rosa cho'zildi mana shu ko'priklar dedi shekilli. Yangi bozor. Bilayni narigi betda Sakura taraf. Klient kutyapmiz. 6 ming pavishena bilan yongan zakazimiz. Qandan chiqadi? Bitta magazindan chiqsa kerak endi. Ular shunaqa akalar. Xullas akalar, benzin zapravkalarda boyitish bilan mashg'ulmiz har doimgidek. Yana benzin quydik. Biz topgan pulimiz benzinga ketyapti bu Yandexda, xudo xolasa. Shunday qilib quyib yuribmiz arzimagan pulga. Hammaga elga kelgan to'y. To'y ham tezroq tugasa tugamadi omalaykin. Zida bo'ldi omalaykin.
Shu Navro'z zapravkadan Klarosetkin bankalajda oldiga zakaz tushdi. Ketyapmiz. Yomg'ir tinganga o'xshaydi. Yana boshlab qoldi. Soatimiz 20:00. Mana qilib mol deb o'taradi yo'ldan. Akalar, yangi ko'prikdan o'tib avtovokzalga yetmay turibmiz. Tezroq chiqsa domala ikkinchilar. Havolarimiz dahshat. Havo ancha toza. Bahorda chiqyapti klientdan. Akalar, ukalar, hurmatli hamkasblar, ishimizni yakunlaymiz. Bugun 17-yanvar. 13 zakaz bajarganmiz. Xullas 269 mingdan pul, 7 ming karta, 20 ming balansimizda bor edi. 30 ming, 35 ming uje nalog, komissiya, hamkor taksi, anaqa park bo'lib, xullas arzimagan pul qopti xullas bizga. Ne stoit pul qopti xullas. Hisoblagim ham kelmay qoldi, короче. Benzin puli chiqqan 50-60 ming qolgan xullas. Hisoblaydigan pul emas ular. Yandex уже pista pocha bilan benzin tarifi yo'q. Endi 100% to'liq Apsara bilan ishlamaydigan bu baribir. 12 da boshlangan ish 10 bo'lyapti. Oxirgi zakaz yarim soat oldin tugatganman. Xullas yerunda xullas. Ochig'ini aytaverish kerak. Ancha bo'ladi, moncha topdim deydigan emas. Realniy narsani aytdim qo'ydim. Benzin ish qilib maza qiladigan emas Yandexda, короче.